Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Men hozir Gretsiyaning Paris aralida. Bugun quyosh nuri parlab turgan mayin shamolliq bir kun bo'lib o'tdi. Mana shundaq go'zal bir kunda dengiz bo'yiga kelib, Gulchehra Cho'ng Alam Azizning 40 kecha nomli bu kitobini o'qishni boshlashga taraddudlanib o'tiribdiman. Kitap o'qish munbirimizdagi mushtarilardan mazkur kitobni ilgari o'qigan yoki anglagan qarindoshlar oz bo'lmasa kerak. Mazkur kitob 2016-yil 3-oyda Xalq nashriyati tarafidan tunji qitim nashr qilingan. 1 yilga yetmagan vaqt ichida, ya'ni 2017-yil 1-oyda 6-qitim nashr qilingan. Mening qo'limdagisi dal shu 6-qitimlik nusxasi. Men bu kitobni 2017-yil o'qigan. Shundan keyin kitobningki mazmuni xayolimdan taqatli ketmadi. Kitap o'qish munbirimizda bu kitobni o'qish uchun bir necha rat uringan bo'ldim, lekin davomlashtirib o'qib berishga ko'zim yetmay to'xtab qo'ydim. Sababi menmo Gulchehraga o'xshash onasidan manguga ayrilgan farzandlarning biriman. Bu yil opamdan ayrilganimizga dal 10 yil bo'ldi. Bu yilgi Ramazonning oxirgi kunlarining birida diyonati nihoyat kuchlik, 5 vaqt namozliq, har vaqt yaxshi amallarni qilib turadigan do'stim Shamshqamar bomdod namozidan keyin duo qilib o'tirganda opamni ko'rganligini, opamning o'ziga nihoyat illiq tabassum bilan qarab turganini ko'rib, opamning ro'yiga atab nurg'un duolarni qilganligini deb meni va qarindoshlarimni bekni ta'sirlantirdi. To'lim to'g'ri kelib qolgani shu kuni men bu tushimda opamni ko'rgandim. Men xurafiy emas, xurafilikdan bekmi jiroq, lekin yaratquchi Allohning borligiga ishonaman. Yaxshi amallarni qilgan insonlarning jannatda bo'ladiganligiga ishonaman. Gretsiyaga kelishdan ilgari bu yerda o'qiydigan bir necha kitap elib olay deb kitoblarimga qarab o'tirib, ixtiyorsiz qo'limga 40 kechani oldim. Amaliyotda Gulchehraning onasi meningmi onam, sizningmi onangiz. Marhum opamdan ayrilgan bu 10 yillik xotira yilida mazkur kitobni o'qib berish orqali yosh yozuvchimiz Gulchehraning bu nodir asrini sizlarga tonishtirish bilan birga marhuma onamga bo'lgan cheksiz sevginishim, hurmatim, muhabbatimni ifodalashni maqsad qilaman. Opam rahmatlik sularni bek yaxshi ko'radi. Shunga Urumchi suv usti bog'chisi Qizil Turna ko'l bo'ylariga berib, soatlab o'tirib ketadi. Shuni o'ylab, men 40 kechini suv bo'yida, ya'ni dengiz bo'yida, ko'l bo'yida, daryo bo'ylarida o'qib berishni niyat qildim. Ondan rahmatlik opam kun petayotgan, qashqaraygan mazgillarni bek yaxshi ko'radi. Shunga imkon bor, shundaq vaqtni tanlab o'qib berishga tirishaman. Ondan haftada bir qitim, ya'ni har shanba kuni, agar g'ayrat qila olsam, haftada 2 qitim chorshanba kunini qo'shib yo'llashga tirishaman. Xo'sh, bugun mazkur kitobningki kirish so'z qismi bilan kitobning oxiriga berilgan bir necha beg'ishlamani o'qib beraman. Mazkur kitobning kirish so'z qismini dangliq yozuvchimiz Xolida Isroil hadimiz yozib bergan. Kirish so'z Xolida Isroil.
Yaş yazgıcı Gülchehra Aziz yıllardan buyan özünün icadi emgekleri ve özgüce bədii muvaffaqiyetleri bilen dikkatini tartıp yaxşı bahalarga sazabar bolup kelmekte. Onun oynaydigan balı barmı namlıq balılar VCD plastinkisi. Elvida Murat Nasirov. Mayin şamallık diyalog. Erkileydu küyüngde hayat. Bir dadının bayanı. Dünyada hemmedin yaman ayrılış. Əsleymen seni. Cenim ana. Men çoğ bolgan mahalle. Qatarlıq eserleri bu sözümüzün dəlilidir. 2014-yılı biz onun Ey hayat qucaqla meni namlıq ədəbi xatirəsidən zoq aldık. Ve bu arqılıq müəllifning Qozog'istondagi keşmişleri bilen o yerdeki dağlıq karxanichi Dilmurod Qoziyev ve onun ailesi bilen şundaqla O'rta Osiyo ellerideki Uyg'urlarning hayatı bilen tanıştık. Əmdiki kep Gülchehraning yeni kitabı 40 kecha qo'limizda turibdi. Her bir kitap yeni bir dünya deyişidir. Qani biz Gülchehraning bu yeni dünyasıga qadam qo'yib baqaylik. Başta diqqatimizni jalb qiladiğini 40 kecha nomli mavzudur. Kishiga sharq adabiyotida emas, dunyo adabiyotidami zo'r shuhratga ega ming bir kecha cho'chaklarini asıltadigan ham xalqimizning o'lim, dafna ishlaridagi qoida yo'sullari bilan bog'lanishli bo'lgan bu mavzu kishini o'zgacha tasavvur dunyosiga boshlab kiradi. Mavzuga agishib ko'zimizga tashlandig'ini tanlangan she'riy misralar yondashgan har bir bobning mavzusi. Hech qandaq belge son sepirsiz üstelep tizilgan bu güzel sözler go'yo bir tiziq la'al yoqutdek ko'zlarni chaqadi. Yoki bir bo'lak esil modernizmlik she'rdek lazzat baxsh etadi. Kitapning har bir bo'ligi ashu mavzular ostidagi bir kupletlik tanlangan she'rlardan boshlanadigan bo'lib, bu esil she'rlar her qaysi bo'laklardagi mazmun bilan birlashib kitapni yangicha shaklga ham kuchlik badiiy unumga ega qilgan. Kitap orqali tanishadiganimiz bir ana. U oliy bilim yurtlarida o'qiy olmagan. Kishilik hayot, rangdor dunyo haqidagi cho'nqur falsafaviy, nazariyaviy hikmatlar bilan uchrasha olmagan. Ömrini ailesi, eri ve farzandlari yo'lidagi minnatsiz emgaklar bilan o'tkazgan. Ammo u milliy madaniyatimizning alvak bo'liqida an'ana tusi qo'yuq oilada tug'ilib o'sgan, yashagan. U ashu buloqdan sharbat emib, tug'ma zerakligi, o'zgacha o'y fikri, onalik qalbi va tasavvur tajribalari bilan kişilik hayat ve dünya hakkında özüge xas aql parasat ve yakunga ega bo'lgan. Onun qarashlari, aql parasati, fazilati, har xil tashqi ta'sirlar tufayli unutilib ketayotgan milliy madaniyatimizning asli holatiga yiqinligi bilan bizga shuncha yiqimliq jalbkor tuyuladi. Bizni o'ylantiradi. Milliy madaniyatimizga taalluq barcha qimmatli, go'zal narsalarning ashu oddiy, ammo ulug' onalarimiz, mo'minlarimiz, tog' sifat dodalarimiz va buvalarimizning vujudida hali ham mavjud ekanligini, uningga varislik qilishimiz va ega bo'lishimizning zarurligini, zamonavilashish, yer shoirlashish ta'kidlanayotgan bugungi kunda texmo insoniy baxtli turmush yaratishda ashu go'zal an'analarga yanama muhtoj bo'ladiganligimizni samimizga soladi. Kishini so'yindirdig'ini muallif onasi haqidagi bu aslimisini milliy an'ana, urf, odat, kishilik munosabat, muhabbat, do'stlik, farzandlari bilan ota-onalar, qaynona, kelinlar munosabati, yaxshilik bilan yomonlik, hayotga qanday pozitsiya tutish qatorliq masalalar ustidagi o'ylanishga aylantirgan. Kitobdagi ibratlik hikoyalar, tamsillar, hikmatlarga agishib, onaning obrazi
ko'z oldimizda bargan seri zo'rayib boradi. Ixtiyorsiz texmi nurg'un onalarni, o'lib ketgan yoki hayot yashayotgan farzandlari oilasi uchun texmi baxtiyor inoq turmush yaratish uchun o'zini unutib, untinsiz qurbonlik bergan, beriyotgan, ammo ajri osonla unutilib ketadigan fidokor onalarni aslaymiz. Qalbimiz onalarimizga bo'lgan minnatdorlik, seg'inish tuyg'usi bilan to'lib, xuddi muallif aytgandek, kechikishga to'lgan dunyo. Burunroq qadringni bilganimda edi, bag'ringda texmi ko'p allaylinib, mehringga qinib olatdim ana. Sen uchun Farhod kabi tog'larni talqon qilatdim ana. Sen uchun yashaydim ana degimiz keladi. 40 kechining ro'shan alohidligi tilida deyishga bo'ladi. Adabiy tilimizda asli til uslubiga yaqin, o'zgacha go'zal so'zlar va ma'nolardan tuzilgan nafs jumlalar. Bu go'zal nafs jumlalar o'zida ifodalagan rangdorlik va hikmat bizni mahliya qilish bilan birga o'zgarib ketayotgan til ishlatish odatlarimiz va jumla shakllarimiz ustida o'ylantirmay qolmaydi. 40 kecha muvaffaqiyatli yozilgan, o'qishchanligi kuchli kitob. O'qig'inimizda kitobning o'tira va oxirida qistirilgan ba'zi mazmun voqealar zo'riqib qistirilgandek bilinadi. Ammo astoydil tahlil yurgizsak, bu mazmunlarning kitobning o'qishchanligini oshirishda zarur to'liqlama bo'lganligi, kitobning badiyligini yuqori ko'tarishda muhim rol o'ynaganligini bayqaymiz. Umuman 40 kecha yaqinqi yillardan buyon ayol avtorlarning ajri bilan yo'riqlikqa chiqayotgan bir turkum kitoblar ichida tema, mazmun, shakl, til uslubi jihatlardagi alohidligi bilan farqlanadigan asar bo'lib, muallif bu kitobi orqali o'z amaliy kuchini, shundaqla Uyg'ur ayollar adabiy ijodiyat ishlarining texmi rangdorlashayotganligini namoyon qilib bergan. Men yosh yozuvchimiz Gulchehra Azizning keyingi ijodiyatiga texmi zo'r utuq tilayman. 2015-yil 12. Endi mazkur kitobning oxiriga qistirilgan xalqimizga tonish bir nechalarning beg'ishlamasini o'qib beraman. Mahinur Qosim mundaq deb yozgan. Mayli shoh, mayli olim bo'lsin, inson bo'lsala to'hpikor onalarning oq sutida cho'ng bo'ladi. Onalar hurmatga sazodir, ulug'. 40 kecha mening nazarimda onalar obrazi nayt utuqliq yaratilgan yaxshi kitob. Shunga bu kitobning o'qirmanlar olqishiga erishishiga ishonchim komil. Mahinur Qosim. Emin Ahmedi mundaq deb yozgan. Analık büyüklükide dünyani bütün dünya qılğanlığı bilen ulug' inson deb qarayman. Gulchehra Azizning ushbu kitobidan men ashundaq bir onaning simasini ko'rdim. Kitobda tasvirlanayotgani mening onam, sizning onangiz hammamizning onasi bo'lmish buyuk onalardan edi. Emin Ahmedi. Yasinjon Sodiq Cho'g'lan mundaq deb yozgan. 12 dekabr namoz asrga yaqin validai mehribonimning xuddi o'g'iz suti temib singib qolgandek sus oq tushgan, ko'nglidek yumshoq, mehridek haroratlik, havodek barakatlik qo'llarini tutqunimcha o'ngrab yig'lab etdim. Yozuvchi singlim Gulchehra Aziz onajonining hasratiga 40 kechani yezib ostola tasalli topgan bo'lishi mumkin. Menmi bu kitobni o'qib anadan ayrilib qilishning hasratini, ananing ulug'ligini, mehr muhabbatini qayg'u hasratim bilan his qildim. Anaga beg'ishlangan bu kitob meni haqiqatan o'ziga maftun qildi. Anasizlik o'tida puchulangan qalbimga tasalli bo'ldi. Yasinjon Sodiq Cho'g'lan. Shirzat Yaqub mundaq deb yozgan. Dünyani anasiz,
ananing muhabbatisiz tasavvur qilish mumkin emas. Bu kitap büyük muhabbet ve kudretli kuch bo'lgan ana haqida bir kino ishlash armonimni kuchaytirdi. 40 kecha anamga bo'lgan sevginish ve muhabbetimni yalqinlatdi. Shirzat Yaqub. Ma'qul amsa bugun mo'shunchalik o'qib beray. Boshqa qarindoshlarningmi bu asarni vaqtida anglashiga yordamda bo'lay desiniz, olinishni ham baharlashni unutib qolmang. Xayr xush. Kelar qatim ko'rishaylik. Shunda chiroyli kun bo'lyapti.